Diqqat, srochni musofirlar uchun xushxabar. Bizda ishni zo'ri bor. Ish Moskvaning sentrida, metro Azyornida. Hamma borib ishlashi mumkin. Ish ishonayliklar. Aldash yo'q bu yerda. Pulingizni mana kecha ishladik, mana bugun oldik. Da, hammasi o'z vaqtida, to'g'rimi? Ish qiyin emas, to'g'rimi? Nima ishdan iborat? Yosh bolani ishi. Nima? Og'irligi bir 300 gramm bo'lsa kerak-a bular. Mana qog'oz chasib solyapmiz, korobkaga joylayapmiz. Bo'ldi, Ha, upakovka qiladi ekasiz. Интервью? Да, интервью, да. Телеканал. Yo'q, bu yerda Просто o'quvchi odam uchun qiyin. Aha, da, nochnoy, da. Ko'p uxlaydigan odam uchun qiyin. Da, bu yerda uxlamaydigan odamlar uchun xuddi bilinmasdan o'tib ketyapti. Ish yengil, yaxshi. Rahmat Zuhriddinga. Rahmat, boringiz. Shu orqali ishga joylashib oldik. Oyligi 1000, 1100, 1200 dollarda. Hamda Moskovskiy oblastida yurgan hamyotlarimiz diqqatiga, kimga ishonchli va komfort mashinalarimizda garansiya xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu ko'rib turgan ekrandagi raqamlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Har kuni reyslarimiz bor. Albatta bezabyom. Borasiz, ishga chiqasiz, kuniga oylik yozilib ketaveradi. Ham erkaklarni va yana erkaklarni ishga qabul qiladi. Videoni oxirigacha ko'ramiz va to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Videoga bitta like bosib, videoni musofirda ish qidirib yurgan do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz. Demak, biz boshladik. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhriddin Musofir kanalini kuzatib borgan aziz obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugun 11-noyabr 2025-yil. Bugun bizda ishni zo'ri Moskvaning o'zidan. Ya'niki bilsanglar 2 yil, 3 yil oldin ham borganman aynan shu joyga. Aynan yana shu joyga bugun yana yangi vakansiya kelyapti. Bu degani 3 yil oldin ham odamlar biz tarafimizdan borib ishlagan, hozir ham ishlayapti. Deganim ishonchli ish. Bemalol borib ishlasanglar bo'ladi. Smenalik, bezabyom, yotoq bepul, registratsiya bepul. Hop, smenasi 3400 dan yana nima? 18 yoshdan 45 yoshgacha erkaklar faqat. Ish vakansiyasi grushchiklik va upakovchiklik. Ya'ni upakovka qilasiz, yo bo'lmasam korobkalarni joylaysiz, grushchiklik qilasiz vakansiya. Ikkalasiga ham bir xil 3400 dan yoziladi. Faqat erkaklarga hozircha. Faqat Moskva yoki oblast patenti borlarga bez dokument qabul qilmaydi. Bez dokument umuman telefon qilmaylar ekan. Bechoralar iltimos qilib tayinlab bordi. Zuhriddin faqat dokumenti bor, Moskva yoki oblast patenti bor, 18 dan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklar telefon qilsin. O'zbekistondan, Tojikiston, Qirg'izistondan kelaman deb o'tirmasin. Bu ish faqat qo'lida dokumenti borlarga deb iloj bo'lsa 26 marta videoda qaytar dedi. Shuning uchun qayta aytyapman. Bu ish haqiqatan ham zo'r ish, lekin yosh chegarasi 45 yoshgacha va patent bo'lishi обязательно, registratsiya bo'lishi обязательно. Iltimos, shuning uchun kimda ofitsialni ishlash uchun dokument yetarli bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga hozir aloqaga chiqinglar. Oyliklarda bir oyda 2 marta 10 va 25-chisloda, har oy 10-si, har oy 25-sida, har 15 kunda bir oyda 2 marta oylik berib ketilaveradi. Pulidan yangi kelgan odam misolcha puldan muammo bo'ladigan bo'lsa, pul tarafdan yordam berib turaveradi. Muammosi yo'q. Siz 15 kun kutib o'tirmaysizlar. Xullas shunaqa ishlar. Mana video jarayonida ko'rdinglar, o'sha biz borganmiz u joyda, odamlar bilan suhbatlashganmiz, nima ish qilish kerakligini hammasini tanishib chiqqanmiz, ishonchli joy. Shuning uchun biz sizlarga yana buni tavsiya qilyapmiz. O'sha 3 oy oldin chiqqanda bilasizlar, sirroz odam to'lib qolgan. Endi mana yana yangi vakansiya. Bemalol 18 dan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklar hoziroq telefon qilinglar. Mana shu joyga borib bemalol bezabyom kuniga 3400 dan ishlab topsanglar bo'ladi. Albatta videomiz hammaga manfaatli bo'lishini, video kengroq tarqalishi uchun videoga like, komment ko'proq yozib, albatta kanalimizga obuna bo'lib tursanglar, inshaalloh bundan zo'r ishlarni biz chiqarishda davom etamiz. Kimga ish haqida to'liq ma'lumot va ish joyini to'liq lokatsiyasi kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga promo yoki WhatsApp aloqaga chiqsanglar, lokatsiya tashib berilishadi. Men aniq bilamanki, metro Azyorni 4-vixtdan chiqib, avtobusda 10 minutlik yoki 8 minutlik 4 ostanovkada yetib boriladi. Ryabin va 45 kartaga yozsanglar ham chiqaradi. 610 mi avtobus borsa kerak. Xullas, shunaqa gaplar. Qo'limdan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tdim. Agar ma'lumotimizda nimadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib, o'zingizlar uchun kerakli ma'lumotlarni olib olishinglar mumkin. Musofirda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Har doim sizlar bilan Zuhriddin Musofir bo'ldi. Metro Azyornaga ichkarida nima ish qilinadi deb juda ko'p akalarimiz so'rashgandi. Mana bugun ruxsat oldim sizlar uchun akalar. Mana hozir ish bilan tanishtiramiz. Bu yerga kelib nima ish qilish kerak? Qanday qiyin ish bor bu yerda? Men o'ylayapman, bu yerda hech qanday qiyin ish bo'lmasa kerak. Mana o'zingizlar ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar. Bu yerda qanday ish qilish kerak? Mana o'zlaridan intervyu olamiz.
keldik, ish yengil. Aha. Просто Yoshi vaqti nechida? 63 ta. 63 ta. Malades lekin. Malad 63 yoshda mana shu yerda ishlayaptilar. Qiyin emasmi? Nima qilish kerak bu yerda aslan? Mana shu Zuhriddinni kanal orqali YouTube'dan ko'rib, ishga keldik. aloqaga chiqib kelganman. Mana ishlayapman. Birinchi kundan beri ishlayapsiz-a? Bugun Bugun 4-chi kun ha o'sha 4 kundan beri ishlayapman. Oilalarni oldingiz-a o'sha vaqtda? Olyapman. Olyapsiz mana. Tushirib beryapman. Qiyin ish emasmi bu yerda? Aslan nima ish qilish kerak bu yerda? Aslında mana shu tovarlarni, oziq-ovqat mahsulotlari, salatlar, ashula narsalarni polkalarga qo'yamiz, upakovka qilamiz, magazinlarga terib chiqarib yuboriladi. Qiyin joyi yo'q. Joy yo'q ha bu yerda. Просто uyquchi odam uchun qiyin. Aha, da, nashnoyda. Ko'p uxlaydigan odam uchun qiyin. Da, bu yerda uxlamaydigan odamlar uchun xuddi bilinmasdan o'tib ketyapti. Ish yengil, yaxshi. Rahmat Zuhriddinga. Rahmat, boylar. Shu orqali ishga joylashib oldik mana. Aldamaydi akalar, ish yaxshi. Qanday? Kelinglar, ishlaringlar, ko'ringlar, mana soqqani qilib uyga qarab qaytinglar. Da, vo deyman da, mana Ish hammasi aldamaydi. turibsizlar, mana. Aka ish aldamaydi, mana bunaqa ish Nima ish qilish kerak bu yerda mana birta ko'rsatib berdi. Ishdan kecha ishladingmi? Yangimi? Bu yerda mana ko'rib turibsizlar. Mana. Mana ikkalamiz nima ish qilishadi? Ular saltirovka qilishadi. Nima ish qilyapsiz? Xo'jayinsiz? Kanatlarni joyiga qo'yamiz, tiragdaka. Ha, buni aslan birinchi upakovka bu yerga qo'yish kerak, saqlash kerak. Yerga qo'yamiz, sportchilar bu yerda terib olib ketadi. Ha, sportchilar ham bizdan ishlaydi? Ha, hammasi. Hammasi bizdan, ha? Ha. Значит, keyin через saqlasizlar yoki qanday qilasizlar? Zakaz yig'ishda. Ha, zakaz berishni Nomiga qarab yo'l pulga to'ramiz. Hozir bu yer magazinmi bu yer yoki o'zim magazinga ketadi. Magazinga ketadi. ha. Значит, sizlar bu yerga upakovka qilib qo'yib ketasizlar. Ular o'zi olib ketadi. Aslan mamlaga tashlamaysizlar. Boshqa bizdan Terib beramiz. Sportchilar arkin burada. sportchilar shu yerdan o'zi terib ketadi. Sizlar teradi. Ha, Hammasi bola teradi. Значит, qiyin emas-da samoqlani, to'g'rimi? Qiyin emas. Mana bu yerda ayollar ham ishlaydi. Eng qizig'i mana ayollar. Mana 60 yoshli erkagimiz mana ko'rdinglar. Endi mana ayollar tarafga o'tamiz. Qani opajonim? Mana. Ish ishonaveringlar. Aldash yo'q bu yerda. Pulingizni mana kecha ishladik, mana bugun oldik. Da, hammasi o'z vaqtida, to'g'rimi? Ish qiyin emas, to'g'rimi? Yosh Nima ishdan iborat? Yosh bolani ishi. Nima? Og'irligi bir 300 gramm bo'lsa kerak-a bular. Mana qog'ozchasini solyapmiz, korobkaga joylayapmiz. Bo'ldi, Ha, upakovka qilyapti ekasizlar. Да, интервью, да. телеканал. Da, o'sha. Mana ko'ryapsiz mana nima ish qilishyapti mana. Zuhriddinga O'zlari upakovka ishonaveringlar. qilishyapti. Katta upakovka emas, bu etiketkasini yopishirishyapti. Значит, tayyorlashyapti bular sotuvga. Qiyin ish bo'lmasa kerak mana o'zinglar ko'zinglar bilan ko'ringlar mana nima ish qilish kerak deb har kuni so'rayotgandinglar. Mana ishlarda. Mana o'zinglar ko'zinglar bilan ko'rishinglar mumkin. Mana hammani o'zini qiladigan ishi bor, etap bilan mana bir kishi upakovkasini o'zi etiketkalarni qo'yapti, ishni sotuvga tayyorlatib. Bular mana upakovka joyiga qo'yib, sortirovka.